Bugun uyga kelgan edim, mana ukamga telefon qilib men keluvdim desam, ishdan vaqtliroq chiqib, "Borvanma opa, choy qo'yib turing" dedi. Opa, kattasiz. Shoddaman. Choy qurib bo'lmasin deb. Voy, nima qilarding? Og'ir bo'ladi. Nima Dubayskiy ishkalakanmi? Ha, endi choy bilan ichishga. Voy, baraketom. Men har doim unaqa qilasan, ha? Rahmat. Voy, vobshe xursand bo'ldim. Rahmat. O'zini ichurardi choyga. Ana endi bittasini ochib ko'ramiz, baraka topsin, pullariga baraka bersin ukamni. Har doim nima yengga chiqsa, yedingizmi, oldingizmi, ko'rdingizmi qiladi shu bolam. Ukammas bolamdek o'zim katta qilganman onamlarga yordamlashib. Birinchi bolam deyman, katta bolam. Bismillahirrohmanirrohim. Yong'oq jo'r ekan. Yeb keldi. Ana apelsinga o'xshagan ekan ikkiga bo'linadi. Dara bittasini ana o'zi oldi. Ana. Rahmat tog'asiga qani. Ana. Pistashkali. Pistashkali ekan.